Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan yana men Murod Muqiyev. Azizlar, bugun hamma kutgan, o'sha orzu qilib kutilgan o'yin bo'ldi. Ya'ni Jahon chempionati saralash O'zbekiston va Qirg'iziston o'yini hisob mana ko'rib turganlaringizdek 1-0 hisobida yakunlandi. Biz lekin to'g'risini aytsak, jamoamiz ham bunaqa o'yin kutmagandik. Juda zo'r o'yin, kattaroq hisobda g'alaba qozonadi deb o'ylagandik. Bu afsuslar bo'lsinki, mayli. Yo'qdan ko'ra bor. 1-0 ga g'alaba qozondi. Bu bilan barcha O'zbekiston milliy terma jamoasining o'yinchilarini va jamiki futbol muxlislarini chin yurakdan tabriklaymiz. O'yin haqida qisqacha gapiradigan bo'lsak, o'yin birinchi taymda zo'r boshladi. Juda ko'plab hujumlar bo'ldi. Masharifda ko'plab imkoniyatlar bo'ldi. Shomurodov penaltidan foydalana olmadi. Mana pastda ko'rayotgan bo'lsangiz. Undan so'ng esa bizning xaloskorimiz himoyachi Alijonov gol urib hisobni ochib berdi va o'sha hisob o'yin yakunigacha saqlanib qoldi. Lekin yana bir narsani tan olish kerakki, Qirg'izistonning darvozaboni juda ham zo'r o'yin o'tkazdi. Bugungi o'yin uchun o'yinning zo'r o'yinchisi bo'lishga nomzodlardan biri Qirg'iziston darvozaboni ham bo'ladi. Azizlar, hisob 1-0 bo'ldi. Endi o'yin Eronda bo'ladi. Erondagi o'yinni hech bo'lmaganda durang o'ynasak, jahon chempionatiga chiqish masalasini ancha hal qilgan bo'lamiz. Hozirda Eron va Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoalari o'yini bo'lyapti. Hozircha onlayn jadvalga qaraydigan bo'lsak, eronliklar 1-0 ga yutib turibdi va imkoniyatimiz yaxshi bo'lib turibdi. Xudo xolasa jamoamizni jahon chempionatiga chiqishini tilab qolamiz. Kanalga yangilar obuna bo'linglar. Xudo xolasa nasib bo'lsa eng yangi so'nggi yangiliklar bizni Instagram kanalimiz va Telegram kanalimizda bo'ladi.